Oilamiz katta bo'lib, moddiy sharoitimiz ham kamtarona edi. Dadam oddiy xizmatchi bo'lsalar ham aytgan narsamizni olib berishga doim harakat qilar edilar. Agar biz so'ragan narsaga ayni vaqtda pullari yetmasa, "Bolajonim, hozir bu narsaga pulim yetmas ekan. Inshaalloh oylik olsam albatta olib beraman" derdilar. Ular olib beraman degan narsalarini hech qachon esdan chiqarmasdilar. Biz farzandlarning dadamga aytgan narsamiz hatto esimizdan chiqib ketardi. Lekin dadam imkonlari bo'lganida 2-3 oy keyin bo'lsa ham o'sha narsani olib berardilar. Hammamizning buyurtmamiz dadamning yodlarida turishiga qoyil qolardik. Buning sirini dadam vafot etganlaridan so'ng bildik. Men dadamning shaxsiy narsalarini turadigan tortmadan bir daftarcha topib oldim. Dadam o'sha daftarga biz olib bering degan narsalarimizni barchasini yozib borar ekanlar. Daftarcha biz aytgan qo'g'irchoqlar va shirinliklar, kiyim-kechaklar va kitob daftarlar nomi bilan to'la edi. Hatto aytgan kunlarimiz sanasi ham qayd qilib borar, olib berganlarini belgilab ham qo'yar ekanlar. Barchamiz bu daftarni yig'lab o'qidik. Ayniqsa o'zim haqimdagilarni o'qiganimda bo'g'zimga nimadir tiqilib qoldi. Ovozim ham chiqmasdi. Bu daftarning nomini rost va'dalar daftari desak ham bo'ladi. Dadam rahmatli rostgo'y, so'zida turuvchi, mehnatkash inson edilar.